Bugun sizlarga grechka kotlet yapishni ko'rsatib o'taman. Balkim buni bilarsizlar, lekin bu videom bilmaganlar uchun. Bizlarga yarim kosadan sal ko'proq grechka kerak bo'ladi. 1 kosadan suv kerak bo'ladi. Suv solgandan keyin tuz solmaymiz. Nechun desa, grechkamiz sho'r bo'lib ketishi mumkin. Suvimiz bir qaynab chiqqandan keyin ustini bostirib yarim sata dimlab qo'yamiz. 2 piyozni olib, mayda kubik shaklida to'g'rab, qovurib olamiz. Keyin kartoshkani terkadan chiqarib, suvini siqib, uni piyozni ustidan solib qovurib olamiz. Kartoshka bo'lmasa, gashir solishlaringiz ham mumkin. Keyin tayyor bo'lgan grechkamizni yaxshilab blenderdan chiqarib olamiz. Blenderdan chiqarajak vaqtimizda tuxum solib berish kerak, bo'lmasa blender aylantirmaydi, chiqarilmaydi. Shuning uchun sal suyuqroq massa etib, keyin chiqarib olamiz. Blenderda yaxshilab 2-3 marta chiqargandan keyin blenderdan chiqarib turgan vaqtimizda bir zubchik chesnokdan solib beramiz. Blenderlab bo'lgandan keyin piyozli massamizni solamiz. Ozgina tuz solamizdan aralashtiramiz. Xohlasangizlar o'zlaringizga yoqadigan pripravlarni ishlatishlaringiz mumkin. Men priprava solmadim. Bu o'zlaringizning xohishlaringizga bog'liq. Xohlasangizlar ajib bo'lishini istasangizlar, ozgina ajib solishlaringiz ham mumkin. Tayyor massamizni yaxshilab aralashtiramiz. Tayyor massamiz dim suyuq bo'lmasligi kerak, quyuqroq massa bo'lishi kerak. Agar 2-3 tuxum solsangiz suyuq ketadi. Shuning uchun men uchun lekin 1 tuxum norma hisoblanadi. Perchatka kiyib, sizlarga kulturniroq ko'rinjak edim, lekin bo'lmadi to'g'risi. Men perchatkada ishlab bilmayman. Menimcha uyda hech kim perchatka kiyib ishlamasam kerak. Uni aytib sizlarni aldasam kelmadi. Yechib tashladimda, o'zim qo'limda ishlayverdim. Grechkalarimizni ozgina qo'llaringizga suvlab berib, formaga keltirishlaringiz mumkin. Xohlasangizlar lo'li kabobning formasida, xohlasangizlar kotlet shaklida etsangizlar ham bo'ladi. Har kimning xohishi har xil, o'zini xohlaganini etishi mumkin. Tayyor kotletlarimizni oldindan qizdirilgan pechkamizga yarim sata qo'yib beramiz. Bu ovqat men uchun sehrli ovqat hisoblanadi. Nechun desa, men bu ovqatni 4 oy davomida kechki ovqatni o'rnini yeganman. Правильный питание etganman. 4 oy davomida 25 kilo vez tashlaganman. Bu kotletimiz tez vazn tashlash uchun qiynalib yurgan xotin-qizlarimizga zo'r natijalarni beradi. Kechki ovqat o'rnini iste'mol etsalar, tez vazn yo'qotishga yordam beradi. Tamam, shunday mazali go'shtdan hech ham qilishmaydigan ovqat. Bir tayyorlab yeb ko'rishlaringizni tavsiya beraman. Kaloriyasi past ovqat hisoblanadi, lekin dim ko'pig'icha to'q tutadi.